bu yerda o'tirgan farzandlaringiz, demak, mana shu universitet rahbariyatini, universitet professor o'qituvchilari doim birgalikda, hamohanglikda uni tarbiyasiga hammamiz birga mas'ulmiz. Ota-ona qanday mas'ul bo'ladigan bo'lsa, demak, ota-onalar voyaga yetgan talabalarni, farzandlarini, o'g'il-qizlarimizga ishonib topshirgan bo'lsa, biz ham mana shu farzandlarni, o'g'il-qizlarni o'zimizni farzandimizdek tarbiyalashga, ularga ta'lim, tarbiya berishga mas'ul deb hisoblaymiz. Shuning uchun bugun ma'lum darajada mana shu kelgan ota-onalarni universitetda talabalarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishish maqsadida sizlarni bezovta qilganmiz. Uzoq yaqindan kelib o'tiribsizlar, qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganlar uchun sizlarga tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz universitet rahbariyatiga. Bundan 20 yil yoki 40 yil oldingi Samarqand davlat universiteti bilan bugungi universitetni solishtiradigan bo'lsa, qiyoslaydigan bo'lsa, men adashmasam kerak, demak, mutlaqo boshqa tusga, boshqacha rangga, boshqacha ilmiy salohiyatga ega bo'lgan darajadagi professor o'qituvchilar dars beryapti. Bittagina epizod keltirtiraman. Bugun Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dunyoning 1000 talik universitetlari qatoriga kirgan universitetlardan biri bo'lib hisoblanadi. Nima degani? Demak, 1000 talik reytingda 1000 talikka kirgan talabalarni bitiradigan universitetning talabalari dunyoning xohlagan davlatida, xohlagan joyda diplomni tan oladi degan so'z. Demak, O'zbekiston Respublikasida bugun faqat 4 tagina oliy ta'lim muassasasi mana shunday reytingga kirib turibdi. Mana shulardan bittasi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mana shunday reytingga sazovor bo'lib turibdi. Bu birinchi bor qilinayotgan narsa. Ikkinchi bir marotaba, misol uchun bugun men sobiq biologiya fakultetini talabalari, ota-onalari yig'ilishga kelib o'tiribdi. Sobiq biologiya fakulteti bilan bugungi kunda biokimiya institutini qiyoslaydigan bo'lsangiz, bitta binoning o'rniga 8 ta bino, yerdagi laboratoriyalar jahon andozalariga to'g'ri keladigan laboratoriyalarga ega bo'lib turibdi. Mana shu ko'rsatkichlarning o'zi ham sizni farzandingiz va bizni ham farzandimiz naqadar ulug'vor narsaga erishayotganligini, naqadar baxtga ega ekanligini bir debochasi sifatida ko'rishlari kerak. Mana shunday nufuzli oliy ta'lim muassasasiga sizlarni bolalaringizni o'qishga kirganliklari bilan men sizlarni Rustam Ibragimovich nomlari bilan, universitetning direktori nomlari bilan, universitetimiz rahbariyati nomidan chin ko'nglimdan tabriklayman. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, bu universitetni bitirganlar mana bugungi kunda agar hokimiyatda mana ishlaydiganlardan bolalaringizda bo'lsalar biladilar. İşga joylashish masalalari universitet bitirgandan keyin masalalar bo'yicha bizning universitetimiz nafaqat o'zimizning viloyatda, balki respublikamizda birinchi o'rinlarda turadi. 75% talabalarimiz to'liq ishga joylashib oladi o'zining kasbi bo'yicha. 25% endi mana bu onalik ta'tilida, keyin ba'zilari chetda magistraturaga boradi, o'zimizda magistraturaga kirishadi va shunaqa holatlar. Lekin asosiy qismi o'zining sohasi bo'yicha ishlaydi. Ota-onalar, hammamizni oldimizda bitta masala turibdi. Mendan oldin gapirgan hurmatli rahbarlarimiz juda to'g'ri aytdilar. Biz mana shu 2025-yil, ya'ni 21-asrning birinchi choragi tugayotgan bir davrda yashayapmiz va bu davrning sizni bilan bizni oldimizga bolalarimizni, farzandlarimizni, nevaralarimizni tarbiyalash uchun qo'ygan bitta sharti bor. Sifatli ta'lim bering. Shu paytgacha maktab bor edi, litsey bor edi, universitet bor edi, lekin ta'lim sifati yo'q edi. Men buni ortiqcha gapirishim kerak. Hammamiz balki sizlar maktabda ishlaysizlar, mendan ham yaxshi bilasizlar buni anatomiyasini, ichki taraf. Lekin
davr shunaqa bir aşamaga keldik. Shunaqa bir bosqichga keldikki, endi ta'limni sifatini yaxshilamasak, mamlakatimizni, xalqimizni rivojlantirishni, turmush darajasini ko'tarishni, rivojlangan davlatlar saviyasiga chiqishni boshqa bir usuli yo'q. Eski ta'lim olgan insonlarning hammasi asta-asta jamiyatda anaqadan chiqib ketyapti. Bizlar bir yillarga bezaga ketamiz. O'rnimizga keladiganlar esa nihoyatda yaxshi ta'lim olgan bo'lish kerak. Chunki men yetishgan mana bu hozirgina Surxon Burxonovichda 1980-yillarning talabalarimiz. Davr bilan hozirgi talabalarning yashayotgan davrning insonni oldiga qo'yayotgan vazifalari va talablari o'rtasida juda katta farq bor. Bizning davrimizda bir kitobni o'qir edik, bitta domladan konspekt yozar edik, anaqa kutubxona yuraylik. Hozir talabani telefoniga kelgan hamma narsa. Buning uchun nima qilish kerak? Bu bilimlarning hammasi global sistem bilan sizni internetingizga, sizni telefoningizga, sizni kompyuteringizga qadar kelib turgan paytda endi bitta narsa qoladi. Dunyo globallashish aşamasida ekan, biz o'zimizni ana shu dunyoga moslashimiz kerak. Buning uchun tilni bilishimiz kerak. Rektor va ota-onalar uchrashuvidan shunday xulosaga keldikki, farzandlarimizni o'qishiga, ularni yurish-turishiga nazoratli bo'lishimiz, ularni tarbiyasiga va kim bilan muloqotda bo'lishlarini, ular o'qishlarini va kelajakda komil inson bo'lib yetishishiga biz ham yordam berishimiz kerak. Meni qizim endi Samarqand davlat universitetiga kirgan. Men shu sharoitlarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdim. Quvonib ketdim, faxrlanib ketdim. Shu qizim budjetliga oxirigacha budjet bo'lasan deb nasib qilsa, Xudo xolasa faxrlanib ketdim. Sharoitlar boshqa universitetda yo'q ekan, lekin eshitamiz. Bu sharoitda hamma haligi sharoitlari universiteti ko'nglimiz to'q. Xursandmiz, minnatdormiz. Mana bugun rektor va ota-onalar uchrashuviga kelganmiz. Mazmunli bo'ldi. Bizga juda ko'nglimiz taskin topdi. Mehrni ko'rdik, qancha shukronalik filmlarni ko'rdik. Bolalarimizni tartiblashdi, bolalarimizni har soatda so'rab turib, qayerga boryapti, qayerga kelyapti. Ularni o'zimiz ham endi uyda bilamiz. Ko'nglim shukronalik filmini ko'rganda onamni onasi, anam hali ham tirik. Onam aytib beradi, anam qancha yoshligimizda qancha qiynalganmiz. Hozir hech narsani qadri bo'lmay, shuncha to'qchilikda bolalar uncha qadrlanmaydi. Qiyinchilik ko'rmagani uchun. Agar qiyinchilik ko'rmaganiga bir sababni endi misol keltirib aytsak, bolalar hozir yaxshi o'qib, qiyinchiliklarda o'qisa, ertaga katta o'qishlarga, ishlarga kirishi mumkin. Hozir farzandlarimiz til bilishini nazorat qilishimiz shart ekan. Ham bolalarimiz qancha tilda bilsa, qancha chetlarga o'qishga chiqadi deb men rektorlarimiz aytayapti. Meni rektor ota-onalarga xursand bo'lib ketdik. Qizlarimiz ham, masalan, qizim o'qiydigan bo'lsa, o'zim tayinlab o'tiraman har kuni. 4 ta xonada 4 ta qizlar. Bir-birlariga gaplashinglar, bir-birlariga ingliz tilidan, rus tilidan gaplashinglar, osongina o'rganasizlar deb. Bizda unaqa sharoit bo'lmagan. Bolalarimizga shu sharoitlarni aytamiz.